Assalomu alaykum. Mana bugun Fayzli xonadonimizni bitirdik. Xo'sh, bugungi sanamiz 11-dekabr. Xudo xolasa sovuqda yopishamiz degan akalarga savollariga javob mana yopishtirib bo'ldik. Xudo xolasa bugun muzlama bo'lmay tursa, xudo xolasa yopishtirib beraveramiz. Inshaalloh aloqaga chiqaverasizlar. Bitta lakchani ayamay bosib qo'yasizlar. İşimizni qadrlagan holatda, xudo xolasa. Bitta baho berib qo'yasizlar akalar mana. Ko'chasini bir 2 oy oldin qildik. Ko'chasini kafillargacha urib, chiroyli qilib bitirib berganmiz. Shunday xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Bu obyektimiz Marg'ilondagi obyektimiz. Kvadrat necha pul deganlarga kvadrati shu qilingan devorga, zatirka qilingan devorga gipki kamenimiz material ham yo'q ichida 90 ming so'm bitirib beramiz.